Bugun sizlar bilan solnechniy panellar uchun ishlatiladigan konnektorlar haqida gaplashamiz. Asosan O'zbekiston hududida 4 xil konnektorlar bor. 1000 volt 30 amperli, 1500 volt 30 amperli, 1000 volt 45 amper bilan 1500 volt 45 amperli. Bular qanaqa joylarda ishlatiladi. Bu ikkitasi ishlab chiqarish zonalarida, ya'ni pramishniy obyektlarda ishlab chiqarilsa, bu turar joy xonadonlari uchun qo'yilgan stansiyaga ishlatiladi asosan. Xonadonlar uchun ishlatiladigan 1000 volt 30 amperli ichidagi o'tkazgichi, bu 1500 volt 30 amper. Ichidagi o'tkazgichida deyarli farqi yo'q. Bu chunki 30 amper o'tkazadi xolos. Farqi nimada? Farqi ustidagi izolyatsiyasida. Ko'rasizlar, bu 1000 volt, bu 1500 volt. Lekin bu sanoat zonalarida tavsiya qilinmaydi, slabina qiladi bular. Hop, endi sanoat zonada ishlatiladiganga keladigan bo'lsak, uni ichidagi o'tkazgichlarda umuman bir-biriga bundan farqi bor. Chunki bu 45 amper, deyarli 50% qo'shimcha yuklama bilan ishlaydi bu. Hisobiga 2 liniya chiqarilgan. Hop, endi buni ham 1000 volt bilan 1500 voltda ichidagi o'tkazgichlari bir xil. Farqi izolyatsiyasida. Ko'rasizlar, bu 1000 volt, bu 1500 volt. Bu joyda 30 amperli yomon, 45 amperli yaxshi degani emas. Joyiga qarab to'g'ri hisob-kitob qilinsa, ikkalasi ham yaxshi. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozinglar.